Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 12. qatımlıq Soda ve Kişilik Hukuk Munbiri temisideki seminariya 27 noyabr başlangan idi. Bu seminariyaga Dünya Uyghur Qurultiyi, Amerika Uyghur Birleşmesi, Uyghur Kişilik Hukuk Quruluşu, Uyghur Hareket Teşkilatı qatarlıq muhaciratlik Uyghur teşkilatları ve bir qism faaliyetçiler qatnaşdı. Seminariyanın ikinci günü bolğan 28 noyabr Amerika Uyghur Birleşmesi'nin reisi Elfidar İltebir BDT Soda ve Kişilik Hukuk Munbiri yığınının sual-cevap kısmında hükümetsiz teşkilatlar qatarida söz elib, Күнтақта ve tokluk avtomobilden ibaret dünyadaki en mühim iki sahanın təminləş zəncirlərdə məcbur əmgək siliniyotqan Uyğurlar məsələsinin bugünkü yığında oturuq qoyulmağanlığını tənqid qılğan. O sözlügüçilərdən bu sahadaki Uyğur məcburi əmkini ayaqlaşdırış üçün qandaq planlarının barlığını bilishni xalaydiganlığını aytqan. Şu günü yeni bir yığın zalda söz qilish salayeti ega bolğan Dünya Uyghur Qurultayının bayanatçısı ve Xalqara işlar direktori Zümrətay Erkin Uyghur məcburi əmkinin toxtilish üçün dərhal tədbir qo'llanishi lozimligini urg'ulab tövənkilərini bayan qildi. Aldı bilan Xalqara əmgək təşkilatının bu yığında Uyghur məcburi əmki haqida söz qilganlıq üçün rahmetimni bildiraman. Siyasi mavqe bundaq sorunlarda to'lim muhim. Ammo Uyghur irqi qirg'inchiligi shiddat bilan davom qilayotganda Xitoyning o'xshash mavqeda insofga kelishini kutib tura olmaymiz. Moda sohasi, Күнтақта ve tokluk avtomobil dahil 17 sahanın təminləş zəncirlərdə Uyghur məcburi əmkinin barlığı heç kimə sir emas. Şoňa yuqarqı sahadakı şirketlərinin heç qandaq mürəssə qılmasdan dərhal önümlük tədbir qo'llanishi lozimligini bildiraman. Bu vəcidən soda dünyasının ve insan haqlarını qoğdaş teşkilatlarının bu haqda meydanının aniq bo'lishini ve her qandaq bir şirketning Birleşken Devletler Teşkilatı'nın soda ve kişilik hukuk prinsiplarına şartsiz bo'ysunishinin zarurligini bütün yığın ahliga jakarlayman. Bu tema haqida suali yoki boshqa fikrlar bo'lganlarni qarshi olamiz. Zümrətay Erkin sözünü tamamlaganda bolsa bütün zal alqış sadalari bilan yangirdi. UNGPs. So any reflections on this from this panel are very welcome. Thank you. Thank you. We'll ask, there was a gentleman I think raised. Bu qitim BDT'nin Cenvet kitabida o'tkazildigan faoliyatlar ichida yana kelar qitimliq BDT'nin har qaysi davlatlarning kishilik huquq ahvolini ko'zdan kechirish yig'ini va Xitoyning kishilik huquq ahvolini tekshiradigan maxsus yig'inning tayyorlik xizmatlari ishlanadigan bo'lib, yig'inning oxirgi kunda ziyoratimizni qabul qilgan Dünya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqin Isa apandim munolarni dedi. Assalomu alaykum, dunyoning har qaysi joylaridagi aziz sharq turkistonlik vatandaşlar, sizlarga Şveysariyanın Cenve şəhərinin Birleşken Devletler Teşkilatı'nın aldıdan bu videonu çekiyoruz. Köğününlardakidek Uygur faaliyetçiler Amerika'dan, Avrupa'dan ve dünyanın her qaysi joylaridan kelgan Uygur teşkilatlarının vekilleri birdek alda bugün Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bir qancha qatımlıq yığınıga bir qancha kundan buyon qatnashyotymiz. Ya Dünya Uyghur Qurultayının vekilleri var, Uygur hareketinin vekilleri var, Uygur Kişilik Hukuk Projektinin vekilleri var, Amerika Uygur Cemiyeti'nin vekilleri var, şundakla advokatlar var. Muşla hemimiz Birleşken Devletler Teşkilatı'da 11. ayının 27. günü başlanған ticaret ve kişilik hukuk munbirinin yığını katnaştık ve şundakla 1. ayda aldığımız ki 1. ayda buluduğan Xitayının insan hukukunu umumimizden közden keçiriş yığının tayyorlik yığınıga bir yerde katnaşıyordumuz ve şundakla yana assallıkla munbirinin yığınıga katnaşıyordumuz. Muşu munbirlerden, muşu fırsatlardan paylanıp bugün Xitay hükümetinin aziz vatanimizde halkımız üstüne öpürüp atkan erkek kırgınçılıkını ve insaniyet karşı cinayetlerini dünyanın her qaysi joylaridan kelgan diplomatlarga, ministerlarga ve xalqaro teşkilatlarning vekillariga, aktivistlarga bildirish orqali bugun dunyoda nurg'unlagan qalaymiqanchiliklar chiqish orqali Uyg'ur masalasi kun tartibining bir tarafida qolib qolgan vaqtda buni qaytadan kun tartibga akilish, mushu fursatlardan foydalanib xalqimizga bo'layotgan bu zulmni dunyoning kun tartibida tutib turish va bu erkak qirg'inchilikni to'xtatish uchun qo'limizdan kelgan bir harakatni qilyapmiz. Demek bir yerda Xitoy hukumati her zamankidan bakroq Uyghur milletinin, faaliyetçilerinin, teşkilatlarının uyul taştak birleşip Xitoyga qarshi mushu merkezde Xitoyning ko'z oldida, Xitoyning diplomatları var, Xitoyning ministerleri var, mushu yig'inning oldida, mushu yig'in qatnashayotgan shularning oldida mushu kuchimizni, mushu birligimizni, mushu irodamizni ko'rsatilganligimiz uchun biz nayt xursand bu yerdan sizlarga bu salomni yo'llashni uyg'un ko'rdik. Rahmat demanlarga.
Dünya Uyghur Qurultayı 28 noyabr kuni bayonot e'lon qilib, Germaniya hukumatining Uyg'urlar qartilayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun konkret tadbir qo'llanishini talab qilgan. 22 noyabr kuni Germaniya hukumati dunyoning har qaysi joylaridagi diniy e'tiqod erkinlik vaziyatiga aloqador dokladini e'lon qilgan bo'lib, dokladda Uyg'urlarning masalasimi tilga ilingan. Dünya Uyghur Qurultayıning ko'rsatishicha, dokladning Xitoyga oid bobida Xitoy hukumatining terrorlikqa qarshi turish bahonasi bilan diniy erkinlikni qattiq cheklaganligi, kishilik huquqni keng ko'lamda dafsan qilganligi, lagerlarga solangan kishilarning u yerda ming yuvish, qiyin qistoq uchirganligi, masjidlarning vayron qilinganligidek ahvollar tilga ilingan. Dünya Uyghur Qurultayıning bayonotida Germaniya hukumatining bu dokladini qarshilish bilan birga hukumatning yuqorida tilga ilingan vaziyatga qarta konkret tadbir ilishini talab qilgan. Dünya Uyghur Qurultayıning raisi Dolqin Aysa bayonotda Xitoy hukumatining Uyg'urlar va boshqa turkiy millatlarga e'tiqodiy va millat sababidan ziyonkashlik qilishni davomlashtiryotidi. Shunga Germaniya hukumati o'zi bekitib chiqqan Xitoy strategiyasi bo'yicha cho'qim konkret tadbir qo'llanib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini oxirlashtirish kerak deb eskartgan. 28 noyabr kuni Germaniya poytaxti Berlinda Aksel Springa erkinlik fondi jamiyatining tunji navbatlik Aksel Springa erkinlik mukofoti murosimi dag'dug'iliq o'tkazilgan. Ko'plagan mashhur kishilik huquq faoliyatchilari, Germaniyaning davlat arboblari, axborot nashriyat sohasining xodimlari, kishilik huquq tashkilotlari va fondi jamiyatlar hamda ba'zi davlatlarning elchilari ishtirok qilgan bu haybatlik marosimga Uyg'urlarga vakolatan Roshan Abbas, Abdukim Idris, g'ayri qurbonlarmi taklifga binoan qatnashgan. Ma'lum bo'lgandek, Aksel Springa erkinlik fondi jamiyati Germaniyada nashrdan chiqadigan danglik gazet jurnallardan Suratlar gazeti, Dunyo gazeti, Politico gazeti, Paket va Aynak qatorliq jurnallarning sohibi bo'lgan Aksel Springa axborot va texnologiya guruhi tarafidan 2023 yili 29 mart kuni Germaniya poytaxti Berlinda qurilgan va Uyg'ur hareket tashkilotining mas'uli Roshan Abbas xonim Aksel Springa erkinlik fondi maslahatchilar kengashining raisiga tanlangan edi. Berlindan ziyoratimizni qabul qilgan Roshan Abbas xonimning bildirishicha, marosimning ochilish nutqini Aksel Springa erkinlik fondining raisi Matthias Döfner bilan Germaniya Ma'rif va tadqiqot ministrligining ministri Bettina Stark-Watzinger qatorliqlar so'zlagan. Tunji navbatlik Aksel Springa erkinlik mukofotiga Afg'onistonlik Maryam Nuriy degan ayol erishgan. Talibanlar hokimiyatiga qarshi kurash qilib mazkur mukofotga erishgan bu ayolning ismi boshqa bo'lib, mukofotlovchilar uning bexatarlik uchun Maryam Nuriy degan yolg'on ismni qo'llanishni muvofiq ko'rgan. Uyg'ur erkak tashkilotining mas'uli Aksel Springa erkinlik fondi maslahatchilar kengashining raisi Roshan Abbas xonim bu vaqtda to'xtalganda, garchi bu mukofot Maryam Nuriyga berilgan bo'lsa-mu, marosimda Uyg'urlar uchrayotgan zulmlarning muhim siyosiy shaxslar tarafidan tekrar o'tirib qo'yilishining o'zlarini mamnun qilgan omillardan biri bo'lganligini tilga oldi. Aksel Springa erkinlik mukofoti murosimining muqaddimasi so'z olgan Aksel Springa erkinlik fondining rahbarlari o'zlarining hozir qadar ilib borgan faoliyatlar to'g'risida doklad berganda, oldingi bir qancha oyda o'zlarining Uyg'ur hareket tashkilotining raisi Roshan Abbas xonim boshchiligidagi Uyg'ur vakillarini Germaniyaning yuqori qatlamdagi rahbarlari bilan uchrashtirib, Uyg'urlar uchrayotgan og'ir zulmlarni bevosita anglitishga fursatlar yaratib berganligini eskartib o'tgan. Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdukim Idris apandi bu vaqtda ta'sirotlarini bayon qilib, bu marosimda nurg'unlagan muhim shaxslarga Sharq Turkiston xalqi duch kelayotgan irqiy qirg'inchilikni anglitish imkoniga ega bo'lganligini bayon qildi. Dünya Uyghur Qurultayıning bayonotchisi va Berlin ishxonasining mudiri G'ayri Qurbon apandimmi mazkur marosimga taklif bilan qatnashgan bo'lib, u bu vaqtda to'xtalganda, bu marosimda mayli Germaniyaning davlat arboblari, mayli siyosatchilar yoki kishilik huquq faoliyatchilari bo'lsin, hammasinin Uyg'urlar masalasini tilga ilib o'tishidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasining Germaniyaning har qaysi qatlamlariga naqadar singib kirganligini ko'rilish bo'lganligini ta'kidladi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.